Hurmatli hamshaharlar, yana bitta narsa haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. Mana shu tumanda bir 70-80% aholi ishsiz. Qo'shni mana O'zbekiston bo'ylab mana meni ko'ryapsizlar, Xudoga shukr. Yolg'oni yo'q. Mana shu har qanday insonga tavsiya qilsangiz, bu bo'lmaydi, u unday edi, bu bunday edi. Qaysidir kompaniyaning dorilarini ichib, jigarni qurt bosib ketibdi, qilibdi. Xullas bahona bor. Siz qo'shningizdan bir piyola qurchoy berib turing, yo 4 ta qand berib turing, bir kosa moy berib turing degandan ko'ra, mana meni ko'ryapsizlar. Manzilimda aytib o'tyapman, Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazida yashayman. Akmal Jumayev xizmatingizda. Agar men ishsiz bo'libsizlar, ish topib berganlaringda men jon deb ishlagan bo'lar edim. Ana o Shurik kinosiga qani hurmatli ish yoqmaslar, qani bir qadam oldinga beton zavodga desa, ovqat uchun men boraman qilib qoladi-ku. Shuning uchun men hech qanday fuqarolarga hech tushunmayapman. Qanday qilish kerak, nima qilish kerak? Mana sizlarga qulay imkoniyatlar yaratib beryapmiz. Uyda o'tirib daromad topish sirlarini o'rgatamiz deyapmiz. Nima desangiz bo'lmaydi, faqat bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Davlatga sizlarday boqimanda, yalqov, tambal, ishsiz odamlar kerak emas. Endi shunchaki davlat boqmaydi ham, majbur ham emas. Harakat qiling, ishlang, toping, yeng. O'shanday zamonda yashayapmiz. Men sizlarga ish topib beraman deyapman, sizlar turli xil bahonalarni qilyapsizlar. Hech qanday yolg'oni yo'q. 2 ta onlayn ishlayapman. Realniy ish. Qo'shilgan odam xor bo'lmaydi. O'ylamang, sizni davlat boqishga majbur emas. Ishlaysiz, topib yeysiz, topmaysiz, ochdan o'lasiz. O'shanday zamon hozir. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, kimga mana shu onlayn biznesdan daromad topish qiziq bo'lsa, Akmal Jumayevga aloqaga chiqasiz. Faqat juda ko'plab odamga yarim soat, 1 soatlab tushuncha beryapman. Miyasi sabrajat qilmayapti. Bunday maktabga yaxshi ta'lim, ilmli insonlar qo'shilaman deyotgan fuqarolar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qo'shni davlatda bo'lsangiz ham farqi yo'q. Dunyoni xohlagan nuqtasidan qo'shilishingiz mumkin. 2 ta ishimizda ham yo'nalish tartiblarini tushuntiraman. Xohish o'zingizda, xohlaganingizga qo'shilishingiz mumkin. +99 8 99 775 11 81 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Shu onlayn biznesimizdan uyda o'tirib daromad topish sirlarini o'rgataman. Baraka topkirlar. Mana shu Turkmanistonda ham fuqarolarga boshqa davlatlarga chiqarmas ekan, mana shunday onlayn daromadlardan ham ma'no qilish variantlari qiyinroq. Shunday bo'lsa ham imkonini topayapti, qo'shilyapti. Bizda O'zbekistonda yashovchi fuqarolarga uyda o'tirasiz, sizga mah deb birov mana uni yeb tur Alijon, mana uni yeb tur Valijon deb hech kim pul bermaydi. Harakat qilasiz, ishlaysiz, sizga chiqib transhe qozing, yo yer choping, yo boshqa ishni qiling demayapmiz. Mana ish yoqmas yalqov insonlarga uyda, konsertda, salqinida o'tirib hech qanday ko'chaga chiqmay daromad topish sirlarini o'rgatamiz deyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Akmal Jumayev xizmatingizda. Sog' bo'linglar. Agar o'tirib mana Toshkentlik 65 yoshli onaxonlar haftasiga $1000 daromadlarga chiqdi. Mana o'tgan 25-yil noyabr oyida qo'shilgan onaxonlarimiz haftasiga uyda o'tirib $1000 dan daromad qilyapti. Nahotki sizga pul kerak emas. Agar ishlashni xohlovchi fuqarolar bo'lsa, farqi yo'q, qaysi davlatda yashaysiz, nima qilasiz, nima qo'yasiz. WhatsApp, Telegram, Imo, keyin hozir nima deydi? Max degan prilojenelar ham chiqqan. O'shandan ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Daromad topish sirlarini o'rgatamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Akmal Jumayev xizmatingizda. Sog' bo'linglar.